Qayerga keldik o'zi? 3000 kvadratli do'kon borligiga ishonasanmi? Yo'q, bozor bo'lishi mumkin. Yurunda ko'rsataman. Ketdik. Mana, Vau. Rostdan ham ketdik yana. juda ham. Ayni daqiqalarda Angar oilaviy do'konidamiz. Как raz yozga tab chiqarishim kerak edi. Yerimiz 49 ming. Ajoyib narx. Yarashdimi? Narxi ham zo'r ekan. 65 ming so'm. Yo'q, yarashmadi. Menga yarashdi. Narxi ham zo'r ekan. 49 ming sanikidan ancha arzon. Vau, hijobli opa-singillarimiz uchun zo'r variant ekan. Narxi ham 199 ming so'm. Atlas ishton 69 ming so'm. Farzandlarimiz uchun skitslar 60 ming so'm. Qiz farzandlarimiz uchun makasimalar 110 ming so'mdan. Kanselyariyaga oid hamma narsa bor. Erkaklar poyabzallari narxi ham zo'r 150 ming. Kattagina kamaschalar 127 ming so'mdan. Dada, sog'ga zo'r narsa topdim. Sochiq bilan salfetka 69 ming so'm. Dada, shuni ham olib bering. Yo'q, Qarang, buni narxini zo'rligini 69 ming so'm ekan. Yana 2 kishilik. Ho, zarbasi ham zo'r ekan, narxi ham zo'r ekan. 330 ming. yozni shabadada o'tkazish uchun ajoyib taklif. Narxi 215 ming. Tozalik buyumlariga ham ajoyib chegirma e'lon qilinibdi. Misol uchun, qo'limdagi Persil kir keli 4 litr va narxi atiga 159 ming so'm. O'zbekiston bo'ylab 3 ta filiali bor. Ular Yashnobodda, Qashqadaryo viloyati Qarshi shaharda va biz turgan hudud Olmazorda. Biz keldik. Siz qachon kelasiz?